mana bugun biz yana bitta bir xonali uy sohibasiga uyini topshiryapmiz. Qo'yo, siz bizdan uy olishda hech qanaqa kamchiliklar bo'lmadimi? Qiyin bo'lmadimi bankdan kredit chiqarishda? Yo'q, qiyinchilik bo'lmadi. Rahmatlarga ham katta. Mana uyingiz hujjatlari, boshlang'ich hujjatlari. Sizni o'sha bir xonali uyni xarid qilganingiz bilan tabriklaymiz. Yaxshi kunlarga nasib qilsin. Mana qizim tabriklab qo'y. Tabriklayman qizim. Sog' bo'lgan, salomat bo'l, kuylarda uni katta bo'lgan. Ikki oz gapiraman. Hurmatli yurtdoshlar, mana Shavkatjonni qurib bergan uydan biz oldik, mana qabul qilib oldik. Haqiqatda hammasi chiroyli, hammasi nafis, hammasi chiroyli qurilgan. Hech qayerda muammo yo'q, muammo bo'lmagan. Shuning uchun men bularni ham tabriklab qo'yaman. Rahmat sizlarga bolalarim. Rahmat Shavkatjon. Omon bo'linglar. Mana shunday qilib xalqimizni xizmatida har doim ishlab charchamay, tolimay xalqimizni xizmatida bo'linglar. Rahmat, sizlarga ham uylanib yuboray bo'lsin. Yana bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Aprel oyida bizda 5 ta vaucher o'ynalgan edi. O'sha 5 ta vaucherdan hammasi haqqoniy bo'lishi uchun o'sha bizning kanalimizni kuzatib borayotgan bo'lsa, yaqinda bitta xaridorimizga bitta vaucher tanlab oldilar. Hozir yana 4 ta vaucherimiz qolgan. O'shalardan bittasini tanlab olasiz. Nima chiqsa, o'sha sizga Leon House tomonidan sovg'a sifatida beriladi. Ko'rasiz. Mikroto'lqinli pech tushdilar. Xudo xolasa mana tabriklaymiz. Bu Leon House tomonidan sizga o'sha aprel oyi sovg'asi. Rahmat.